Assalomu alaykum guruhdoshlar. Mana biz Buxoro viloyati Olot tumanidagi Shoh Saroy restoraniga keldik. Hozir mana yigitlarimiz yig'ilib turib kelyapti. Kursdoshlarimiz hammasi kelgan, odamlarimiz xudo xolasa yig'ilishib shu yerda mana Shirinboy akam o'g'illari kutib oldi, rahmat. Hozir kirib joylashib, keyin yana videolarni berib boramiz. Kelingizlar, hali uspet qilamiz yigitlar, rahmat. Imom akam mana keldilar. Sog' bo'linglar, kutamiz, kelinglar. Biz orqada shular bizning rohatimizni ko'rib, ularning rohatini biz ko'rib yuraylik. Chiroyli dasturxonga mendan rahmat Shirinboyga, yangamizga, kelinimizga. Shunaqa chiroyli dastur, eng yomon dasturxonimiz shunaqa bo'lsin. Har yili shunaqa o'tirib, bolalarimiz undan keyin davom ettirsin. Sizlarga mendan rahmat, xush kelibsizlar. Rahmat. Sog' bo'ling. Yerlarga ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, rahmat. Jumajon, ekizaklaring bittasi. Şefim aşırı eti. Yaşa yeterdik. Hagit brigadada yurardik xonakam bilan. Paxtada hamma paxta bersa, biz yengil ish topib, doirachalik yurardim. Bular torda Ahmadxon akam, Xudo rahmat qilsin. Shirinboy o'zining oilasi bilan sog' bo'lsin. Xudoga shukr. Biz kechagi video bo'ldik, hammasi risoladagidek bunda suhbatlaram. Mana bugungi kechamizni hammasini kechada yuramiz deya to'g'ri. Kechamizni ochiq deb e'lon qilib, mana shu uchrashuvda kimning nima yaxshi niyatlari bo'lsa, fikrlari bo'lsa, bir-biri bilan fikrlashib, ko'paygan bo'lsa ko'payishib, Xudo Alloh taolaning bergan bu umrdan unumli foydalangan gaplashamiz. Shunaqa bir-biriga gaplashib, fikr almashib, hazillashib o'tishlaringizni tilayman. Boshqa yo'ldan qilaman. Mana boshladik. Borlaringizga shukr. Rahmat. Hammalariga rahmat. Bu yerda sharbatlar Şefimler arası Buxoro viloyati. Olot tumani. O'rtoqlarimiz Shuhrat Bey bilan Shirinboy bilan. Shirinboyda chiroyliga. Xususan mana shuncha o'rtoqlar bir yildan keyin yana yig'ilib bir-birimizni diydorimizni ko'rish uchun yig'ilyapmiz. Unga Allohga beadab shukrlar bo'lsin. Telegram yo'q. Tinchlikdan, sog'lik salomatlikdan, tinchlik bo'lmasa bunaqa o'tiravermasdik. Tinchlik bo'lgani uchun o'tiribmiz. Birimiz Buni davom ettirishimiz kerak. Rahmat Shirinboy oila a'zolaringizga, kelinga ham rahmat, kelinlarga ham rahmat. Kechadan beri xizmat qilyapti. Rahmat, sog' bo'lsin. Hamisha shu baxtli tomonini ko'ring. Nasib bo'lsa shu nevaralarni to'ylarga chaqirsangiz ham mana shu talikni hammamiz kelib bir piyola choy ustida 4 ta bo'lim qilib tabrikni ketish hammamizga nasib qilsin. Hamma ish omad, sog' salomat bo'ling. Rahmat Shirinboy. Jumaka rahmat. Siqqina birinchi Olot somsani keldi, vatanidan Olot somsani Shuhrat qo'chqarib yeyapti. Shuhrat tarqatib turibdi, hammamizga bitta-bittadan. Mana Olot somsi souslari bilan. Olot somsimizda boshqa narsa yo'q. Qoyilmalik. O'zi zavodidan desa ham bo'ladi. Birinchi zavodidan olib Olot somsi kelib turibdi. Mana shunaqa chiroyli qizlar tarqatib, ofisantga qizlarimiz. Vardı. Bunu kıttı. Yok, başka şey yapıyor. Almışlar başka bir şey karışık yaptılar. Esalik uchun hamma kimlar keldi ha? So'ng tashab qo'yamiz otamni nima orqaga. Keyin birdan u bu deb qoldi. Mana qo'shagina kelishdi. Bizlar ham tushib qolaylik, ha? Esalik.
Yetadi, nima yetmaydi? Tamam, shu. Joy yetmaydi, deb vahima edasan. Ha, tahlaga. Nima deyman? Mana shu an'anamiz uzilmasligi kerak. Mana shu o'sha spiska bo'yicha ketaverish kerak. Mana keyin bo'lsa o'sha. Agar uni buyurmay qolsa aytish kerak, ko'maklashadi. Hech qanaqa nima bo'lmaydi. Yordam beriladi. Lekin saqlab qolish kerak. Hammalaringiz xonangiz yaxshi kunga bo'lsin. To'y tomosha borib xizmat qilaylik. Hech bo'lmasa telefonini yo'qlab turaylik bir-birimizni. Sizlarga hammalaringiz xonangizga sog'lik, salomatlik. Uylaringizdan doim yaxshi kulgi tabassum. Bitta bir hammangizni diqqatingizga o'tgan safar Namangandan Obidjon keldi. Biz kasaba Rahmat. Bu yerda yaxshi bo'ldi sizlarning o'tirgan. Karavotda o'tirib. Shuning uchun sizlarga asosiy sizlarga rahmat. Davom bo'laversin. Namoz akam aytgandek, Xudo xolasa uchrashib turamiz. Nima deyman? Eng asosiysi Kelinoyima katta rahmat. Shirinmoy ekanmi, Shirinmoy aka qilib yuring. Ha, shu Checham, bizlarda checha deymiz. o'sha qanaqa yuzga kiringlar dedi. Yüze kiringlar, yüze. Menday bilan deb qo'y, menday bilan. Ha, shu checha. Chechenga yuzga kiring. Qanday o'tsin kechadi. Eshitdingmi baba? Yaxshi. Tohirjonga gaplashdingmi deyman. Yuzga kiringlar deyapti. Rahmat. Borlaringizda Bundaga deva. Hali vaqtimiz bor yigitlar. Kim ulgursa bemalol kutamiz. Kech kelsa shu yerda xizmat Ha, hammani tushirib o'tirman. Bu nimada bu? Kimlar kelgan? Ha, so'ng gruppalar tashlaymiz, so'ng ana qoladi-da. Qayerga borsa, sizlar turmashingizni qilib, boshqa viloyatlarga borsa, anjumon qilolmaydi. Ya gap o'tmaydi, ya boshqa qiladi. Sizga rahmat, sizga katta rahmat. Yaxshilik Yaxshilik. Shuning uchun nima deysiz? Yaxshilik bo'ladi. Shu siz xabar berdik, shunday Maroqsiz gapirib yuzbashdan bas bo'ldi. Og'aynilar hamma yaxshi gaplarni aytdilar. O'tirgan o'rnimiz yo'qolmadi. Mana shunday nimaga deganda mana Toshkentda ishchilarni yashayapti, Toshkent viloyati deymizlar. Hamma viloyatga so'zi ham o'tadi, Samarqandga ham boradi. Shu Farg'ona, Surxondaryo, Vodiy va Toshkentni biladi. Shunday bir tezkor qilsangiz
Katta rahmat Keyingi masala o'rtada O'zbekiston bo'yicha Prezident ishligida saylov ketyapti. Mahallaga rais saylov. Lekin shunda o'tirganlar orasida bo'lmang. Biz raisni saylamaymiz. Oxirigacha davom etadi. O'z joyida qoladi. To'g'rimi? Buning uchun nasib bo'lsa yanagi mayli. Yanagi yil. Oqsoqollar, raislarimiz belgilaydi mana Nuriddin og'a. Eng yo'lda yosh kattamiz. Bizlardan ham yoshi 72da, haqiqiy yoshi. Biz 70da bo'ldik deb bizlar katta gapirib yursak, bu shunday pasportni ko'rsak, kechirasiz aka. Shuning uchun maslahatlashib, hech kimdan xafa bo'lmasin. O'rtoqlar, sizlar ham 65ga borib, 70ga boryapsizlar. Hazil gap bo'ladi. Bir sinaq shunday gaplar aytiladi odam, lekin shuni hazil qilaydi. Boyag'day ismini aytmoqmay aralashmaydi. Endi narxamon yaxshi hammani. Qandaysizmi? Suvga gapirmoqchi. Shu o'tirishimiz davom etaversin. Mana yana bir narsa. Ko'plar xafa bo'lyapti. Mayapga bormadi. Boradi-ku, masalan, Surxondaryoda ham Adirga boradi, vodiyda ham chiqadi-ku. Lekin endi bunday aytganda 4ta 5ta bo'layapti-ki, mayaplarning o'tishadi, bir gektar boya avaraqa yerida ko'klar ham bor. Kechadan beri gapirilmay gap qolmadi. Mana ertalab soati 4:30da turgan. Mandatni o'qilibda 9gacha ko'rin qildilar. Shu bo'lar boshqa bilan ko'rdiga katta rahmat. Boya gapirilmagan gap, yillardan bo'lgan yaxshi gaplarni hammasini aytdi. Shuning uchun nima demoqchiman? Yana bir marta rahmat, raisimiz bor, oqsoqollar bor, namoz bor, boshqalar bor, davom etib ketaversin. Birinchidan boyagi aytdilaringiz-ku, tinchlik bor joyda hamma narsa bo'ladi. Shuning uchun men har bir yilda bir marta bir aytadigan prezidentimizga bir kufli she'rim bor-da. Hayotdir bu. Degan mard yetadi. Yangi sultonini asray bilgan xalq yetadi. Omon bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Rahmat. Yengemize 46 yıl burun boyuna kelganmiz Shirmayga. Boyni o'tkazib ketdik. Yanvar oyida sovuqda. Yaxshi tilaklar qiluvdik, hammasi ijobatga chiqdi. Şükretlikten hem mertebesi yukarı olsun. Rahmat. Yaxshi ishlarda yana davom etaversinlar. Katta rahmat. Hammamiz uchun uchrashib, diydor ko'rishib turadi. Salomatlik. Rahmat. Hamma narsa bu. Hamma o'zimga o'ylagandan ziyoda yaxshi nevarali Allohga shukrki, bugun bitta dasturlar bu hammamiz birimizga bo'lgan oqibatda do'stlikda sharofat. Shu do'stlikga shunday oqibatlar. Katta rahmat so'z berganman. Hurmatli, izzatli. Hozir shuhratdan so'radim, Shunbay taolo so'radi. Aytingizki, 82-yil bitirganmiz. Mana 82-yil to'g'risi havas qildim. Biz ham kursdoshib birga o'qiganmiz. Sizlarni yoshlaringizni bersin bizga. Nevarali bo'lib, farzand tekin sochim bo'lib, kursdoshlar bilan yig'ilib, yori yo'qdan xursandchilik qilishga kelmaydi. Shuncha yoshga kelib, mana shunday nuroniy yuzlaringizni ko'rib turganimizda xursandmiz. Rahmat. Bizga mana shunday yuzlar bo'lib, chiroyli bo'lib o'tirish, davra qilish nasib qilsin birgalar. Ilohim nasib qilsin. Bundan keyingi yillarda Alloh ziyoda umr bersin. Bundan ziyoda qilsin nurlaringizni. Bir-biringizni ko'nglingizni olib xursand qilib yurish bundan ham ko'proq bo'lsin. Rahmat jonga katta rahmat. Shirunbay tog'amizga, xolamga katta rahmat. Juda
ko'ngilga yoqadigan shunday mehribon, xushchaqchaq oila. Havas qilaman oilasiga. Mana shunday oila bo'lishdi, mana shunday bizga o'rnak bu oila. Har doim sog' bo'lsin. Sho'rajon ko'rsat do'stimiz ham. Rahmat do'stim. Bardam yigitlar bo'lsin. Rahmat. Farzandlar rohatini ko'rsin. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar hamisha. Rahmat. Sen necha yilda bu yillarimiz her yili bir olursa yig'ilishamiz shunaqa. Har yili bir olursa ketadi. Har nimada baraka. Barhayat rahmat. Sahiy saxovatli boylardan bo'lishinglar, farzandlaringlarni orzu-havasini ko'ringlar. Alloh Parvardigoro nima niyat qilgan bo'lsalaring hammalarini uylari Ka'batullohga nasib qilgan bo'lsin. Alloh Parvardigoro hariga chog'imizda o'tgan yosh qilmasin. Alloh Parvardigoro yetar paytimizda hammamizni boshqarib berib, jannatlarda ham shunday o'tirishingda hammamiz rahmat. Qayerda gap bo'ladigan bo'lsa, qayerda obrazda bo'lsa, shu obrazda bo'ladi degan chiroyli juda yaxshi. Qayerga borsak, yerga borib ziyorat qilamiz. Burada ziyorat qilamiz. Hayolida bor. Hammalar ishlarga rivoj. Bolalarni orqa-havasini ko'rib. Bak bu yoqqa ham Turkiya bu yoqqa shuni aytdi. Rahmat. Mana shunday o'tirishlaring, shunday uchrashuvlaring ko'p hammamizga farqli so'zlar. Hammamizning uyimizda shunday yaxshi kunlar bo'laversin, yaxshi kunlar, shunday uchrashuvlarda ishtirok etish hammamizga nasib bo'laversin. Ko'paysa yana bitta iltimosim bor. Iltimosim nima? Men qayerga borsam, qaysi yangang bo'ladi, qaysi kelib bo'ladi. Olib boraman. Shularni bu yerga olib chiqib qani? Nimaga yakkanman? Bundan taklif ketmoqchi. Menga qarab ayting, Sizga uzr bo'lib. Hozir 1 minut. Ikkinchisini olib boraman. ana ruxsat berib qo'ydilar. Shirin boy. Shirin boy. Akamni qilaman. Nechtasini olib boray? Nechtasi? Eshitdilar. Mana so'rab nechta bitta o'zim rozi yeyman. Ko'p tabor dedi. Qo'ying gapirmaga. Nechtasini olib boring, hammasini olib boring deng. Endi o'rtalari mana har bir viloyatda maqlab olaylik. Tomosha qilaylik, mana masalan Daş kayrak koşulsa şunnin sayrak demirde daş kayrak koşulsa şunnin sayrak sesleri birem yumuşak dili yumşatar erçak sesleri birem yumuşak dili yumşatar erçak Bulasan çengek asmana geri benyek Çengek bulasan çengek asmana geri benyek Daştan çıkan seslere oynap köyden meslere Daştan çıkan seslere oynap köyden meslere
atallı İşte gir atallı Bal dolu şeker kamış bre delli delli Yara acı yakamış bre delli delli Bal dolu şeker kamış hiç bre delli delli Yara acı yakamış bre delli delli Görünmesem sağınıp bre delli delli Damla duşa çapamış bre delli delli Hey damla duşa çapamış hiç bre delli 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 hiç bre delli delli Damla duşa çapamış hiç bre delli delli Bir gece eylep bana bir mühebbet ya Hamrah yoldaşsız berçevlisden ha Külbeyi zanıma Olsa gelmeyim aman Kamil mağzunun yer astın eylep ayağım Söyle bana ey güzel kimni sever yar sen Ana yüz boy boy boy